hamda Nurali ablamizning 1 yilingizdagi 8760 soat nomli asrining davomini anglitamiz. Yettinchi bob. Bizning munavvar odamlar bizni bakrak tirishudi. Dinga qarab manganda har bir qadamni shunchalik tasda olasiz. Ammo olg'i maqmoqdan boshqa tanlashingiz yo'q. Siz tush ko'rayotgan chog'da boshqalar tirishayotgan bo'ladi. Samimiylik bilan aytganda, nazari ustun odam bo'lish suhbatim bilan men chin ko'nglimdan qoyil bo'ladigan odamlar ancha ko'p emas. Qarmoqqa to'lma oddiy ko'rinadigan, ammo mening o'smirlik aslimalarimda unutilmas xotirlarni qoldirgan bir muallim bor. Mening ona maktabim Urumchi shaharlik 1-o'rta maktab. Shahar markazining engovat yeriga joylashgan. Yer ko'lami cho'ng bo'lmasa-mu, nomi xili yiroqlarga taralgan. Sahar tong quyoshi maktab bo'ylisini andil yo'rtishga boshlagan chog'da maktab bo'ylisida odamning qarisi ko'rinmaydi. Ammo maydon tarafdan basketbolning po'kildab yerga urilgan ovozi anglanib turdi. U uchisiga pokiz, ammo to'lib yuvib o'ngib ketganda ko'rinadigan tanarkat kiyimini kiygan. Bo'yi 1.80 m keladigan bir o'qituvchi. Mening matematika o'qituvchim chin muallim. Men to'liq o'tirdi o'qiyotgan chog'da uning yoshi 50 ga berib qolgan bo'lib, menga dars bergan o'qituvchilarning eng yashanqini hisoblanadi. Chin muallim bu maktabga ishga tushgan 20 yildan beri tozliqchi hadashdan sahar keladigan odatini izchil davomlashtirib kelayotgan ekan. Chin muallim 1 soatdan keyin sinfda paydo bo'ldi. Bu chog'da uchisiga qetib turadigan kostyum burulka, batinki kiygan bo'lib, munbarga chiqib, beshini ko'tarib bizga qaragan chog'da Angliyaning oqsumaklarga o'xshab qoladi. Hatto vujudidan chiqib turadigan mag'rurlikni dal o'xshaydi. Saboqdoshlar, yaxshi o'qimaslig'inglarning men bilan qilchi munosabati yo'q. Men dars berayotganda 20 yil bo'ldi. Sizlarning natijanglar orqali o'zimning qanchalik munavvar o'qituvchi ekanligimni isbotlashimdan qilchi hojat qolmadi. Men o'qitgan o'quvchilar dunyoning hamma yerida bor. Harvard va yoki boshqa maktablarda. Shunga shu narsa kallanglarda aniq bo'lsinki, sizlar bu yerga kelib, men uchun o'qib bermaysizlar. Bu muallimning ovozi xili yuqori ekan-a, deb o'yladim ichimda. Bilishinglar kerakki, to'liqsizni bitkizib, 9 yillik majburiyat ma'rifini ado qilib bo'ldinglar. To'liq o'tirib chiqqandan keyinmi ota-onam uchun o'qiyman, muallim uchun o'qiyman deb o'ylagan bo'lsanglar, to'lima gudaklik qilgan bo'lasizlar. Esinglarda bo'lsin, hozirdan boshlab sizlar faqat bir odam uchun o'qiysizlar. Bu dal o'zinglar. U shundoq deb doskaga burildi. Ondan sizg'och va serkol ishlatmay turibla o'lchamlik bir dona koordinat sistemasi va yumaloq bir dona chambar sizdi. To'liq o'tir maktabdagi tunji soatlik matematika darsi ana shundoq boshlandi. Qaysi mazmunni so'zligini esimda qolmabdi. Ammo muallimning shu chog'dagi salohiyati hali ham ko'z oldimdan ketmaydi. Chin muallimning maktabimizdagi ayol o'qituvchilar, qiz saboqdoshlar hammasi cho'ng biladi. Ammo u azaldan o'zini yo'qitib qo'ygan, izzat hurmatiga nuqson yetkazgan ishni sodir qilgan emas. U hamisha ana shundoq salmoq, astoydil holatini saqlaydi. Boshqa o'qituvchilar orom vaqtlarda yo qart o'ynaydi, yo gazir chaqash o'ltirib paranglashadi. Chin muallim yanada bosh cho'kirib, o'qitish nazariyasini tadqiq qilayotgan bo'ladi. U xizmatni astoydil ishlagandan boshqa har kuni badan chiniqtiradi, kitob o'qiydi. Uning vujudidan yillarning iznonlarini ancha ko'p topqilib bo'lmaydi. Oliy maktab imtihonidan burunqi eng oxirgi bir qatimliq matematika darsida chin muallim imtihonda diqqat qilish tegishli ishlarni eskartib o'tgandan keyin bizga mehribonlik va astoydillik bilan mundoq dedi. Bolalarim, hayotlik musofanglarning yangi bir boshlanish nuqtasi oldida turibsizlar. Hayot bir uzun safar. Mening o'quvchilarim bo'lishibtinglar bilan bundan keyin mayli qayerda nima ish qilishinglardan qat'iy nazar to'xtamay olg'a ilgarilaydigan ro'yinglar bilan yashashinglarni umid qilaman. Cho'qim esinglarda bo'lsin, yuksaklik izlaganlar normal natijaga erishalaydi. O'tirhol g'oyib uchun kurash qilganlar turmushga erishadi. Odatga g'oyib bilan yashaganlar hech narsaga erisholmaydi. Uzoq o'tmay yurtimdan ayrilib, texmi keng bir dunyoga qadam bosdim. Nurg'un munavvar insonlar bilan tanishdim. Futuq qozondi deb qaralgan nurg'un kishilarning vujudidagi diqqatni tortadigan rangdorlik selishtirganda chin muallim to'limi oddiy bir inson bo'lishi mumkin. Ammo turmush aslida oddiy. Agar odam oddiylik ishida yuksaklikka yetish uchun yashaydi deyilsa, chin muallim
ana shunda qiladi. Odam hayotli bo'ladigan olg'a intilishi, har qanday sharoitdami g'oyasidan voz kechmasligi kerak. Bu chin muallimning amaliyatidan his qilganlarim. Masalan, bir kishining qerib ketayotganligining ikki belgisi bor. Biri borgancha ozlab ketayotgan chechi, yana biri borgancha sanglab ketayotgan qursqi deyishidi. Amaliyotda endi yashab bo'lgandek his qilishga boshlagan va shu sababdan o'zgartishdan, o'rganishdan, o'zini yuksaltirishdan voz kechgan chog'da bir odam haqiqiy qerishga boshlaydi. Cho'ng bo'lib, hayot turib o'likdek yashayotgan nurg'un odamlarni ko'rdim. Ular menga o'likdek minib yurish deb ataladigan bir xil yashash usulining borligini bildirdi. Kishilar doim deydigan taqdirga tan bermak yoki qanoatchan bo'lmoq balkim shudir. Ta'limga, atrofimda qirollik davrining vaqtsiz ketib qilishiga tan bermaydigan, to'xtamay tirishib yurib, yuksaklikning bir pallasini yoritadigan odamlar ko'p ekan. Masalan, yengilishdan qat'iy nazar bosh cho'kirib telefon tadqiq qiladigan Lo Yunhao, yangi sarxillarni qurib chiqib, sonsizligan odamlarga umid beg'ishlagan Godian. Ular ilgari yangi sharqning munavvar o'qituvchilari edi. O'z sohasida faxrlangudek natijalarni qo'lga keltirgandan keyin yana boshqa jang maydonlarida davomli kurash qildi. Men yangi sharqda ishlayotgan 5 yil bo'ldi. Bundaq bir cho'ng shirkatda rivoyat tusini olgan Yu Minhun muallim bilan ko'rishish uncha oson emas. Yangi sharq guruhining notiqlarining biriga aylangandan keyin Yu Minhun muallim bilan birlikda xizmat qilish fursati ko'proq nasib bo'ldi. Bir qatim Yu Minhun muallim bilan Lanzhouga leksiya so'zlashga maqdiq. O'ltirganimiz saharning aeroplan edi. Aeroplanga chiqqan chog'da hammadan xilala ruhliq edik. Biraylan kompyuterni ochib xizmatga kirishib ketdi. Bir ozdan keyin ba'zilar uxlab qoldi. Men bu harg'inlik his qilib, muzika tingshig'ash aram ilvolmoqchi bo'lib ko'zimni yumdim. Chunki aeroplandan tushib bir qancha maydon leksiya so'zlaydigan gap. Leksiya so'zlaganda ruhliq turmasam bo'lmaydi. Ko'zimga uyqu yugurdi. Yu Minhun muallim kompyuterda bir narsalarni yozib bir chog'da uyg'onsam, muallim hujjat ko'rib o'ltiribdi. Turib bir narsani yozatdi. 2 yildan beri Harvard, Yali qatorliq donliq maktablarni o'ziga olgan nurg'un oliy maktablar to'r darsxonasini qurib chiqib, haqsiz dars bilan ta'minlayotgan edi. Bu sistema navbatda tajriba bosqichida bo'lib, davlatimizda buni keng ko'lamli sinov bosqichiga elib kelgan maktab texi yo'q edi. Yu Minhun muallim silkinib turadigan mashinada ketib yetibmi? Bir qism hujjatlarni bir taraf qilgandan keyin to'r darsxonasiga munosabatlik mazmunlarni izlashga boshladi. Ondan mening to'r darsxonasiga qanday qaraydiganligimni so'radi. Men o'zimning ko'z qarashim degandan keyin ondan Yu Minhun muallim mundaq dedi. Yangi sharq qurilgan dastlabki chaqlarda mavjudligini saqlash eng muhim nishon edi. Hozir mamlakatimizdagi eng cho'ng ma'rif apparatiga aylandi. Endi iqtisodiy foydani ko'zlaydigan bosqichdan o'tib ketdik. Hozirgi bosqichda muhim nuqtani ma'rifning o'ziga qaratishimiz kerak. A'lo o'rganish materiallarini ko'pchilikka haqsiz yetkazib berish orzuyim bor. Bu turqishda qor telg'il chiqib, Yu Minhun muallim ehtiyotsizlikdan putini sundirib olib, chaqliq o'rindiqda o'ltiradigan bo'lib qoldi. Puti saqishdan burunqi bir qancha oy davomida yangi sharqning muhim yig'inlarida va boshqa muhim xizmatlarda bir qatimni uning kelmay qo'yganini bilmayman. U texi xushal bo'lgan holda, "Endi yaxshi bo'ldi. Mushu fursatda zaruriyati bo'lmagan savdo tijorat faoliyatlaridan qutulib, butun diqqatimni ma'rif ishlariga qaratoladigan bo'ldim", dedi. Nurg'un kishilar Yu Minhun muallim 20 necha yil tirishib, yangi sharqning saltanatli davrini yaratdi. Endi turmushning rohatini ko'radigan vaqt keldi deb qaraydi. Ammo uning davomli olg'a ilgirlashdan bir qadamni to'xtab qolgani yo'q. Har kuni sahar soat 6 da o'rnidan turdi. Kech soat 12 da uxlaydi. Kuniga o'tirish hisob bilan 10 soatdan ortiq xizmat qiladi. Ma'rif ishlarining taraqqiyoti uchun u hali ham tirishmoqda, izlanmoqda. Yu Minhun muallimga nisbatan aytganda, utuq qozonish va baxt erishish uning hayotlik nishoni emas. U texmi yaxshisi uchun izchil tirishib kelyapti. Shundaq, eng yaxshisi yo'q, texmi yaxshisi bor. Bizdimi qoltis odamlar to'xtamay tirishayotgan yerda, qoltislikning cheki bo'lmagan yerda biz nimishga to'xtab qolgudikmiz? Yomon emasdan bek yomongacha. Fitzgeraldning Qoltis Gitsber nomli kitobining kirish so'zida mundaq bir gap bor. Hayot iqiniga qarshi eqiyotgan qulvoqqa o'xshaysan. Qulvoq ilgirlashdan to'xtatib qolsa, suv uni kayniga eqitib ketadi. Hayotlikdagi bundoq ojizlik tuyg'usini hamma odam his qilib boqqan. Har qancha jasoratlik odamning yerib qoladigan biror kun orom olg'usi keladigan vaqti bo'ladi.
Ba'zilar orom elib davomliq mangadi. Ba'zilar shu peti to'xtab qoldi. Shundoq yashasimi bo'ladi ekan-ku deb o'ylaydi. Xo'shining Yomon emas apandi nomli asrini ko'pchilik o'qigan bo'lishi mumkin. Bu odam tilga ilinsa bilmaydigan odam yo'q. Uning ismi Yomon, familiyasi emas. Hamma o'lka, shahar, nohiya, yezi qishloqlarda bor. Uni sizmi cho'qim ko'rgan, gapini anglagan. Kishilar uning ismini eg'izini tushirmaydi. Uning chiroy turqi siz va bizga o'xshab ketadi. Bir jup ko'zi bor. Ancha aniq ko'rolmaydi. Bir jup quloqi bor. Ancha aniq anglayolmaydi. Burni va eg'izi bor, ammo puroqqa, tanga uncha ahamiyat berib ketmaydi. Kallasimi kichik emas, ammo asli yaxshi saqlayolmaydi. Tafakkurimi ancha cho'nqur emas. U doim yomon emas bo'lsa bo'lmadimi, un chiqib nima ketdi deydi. Kichik vaqtida onasi uni do'konga qora shakar sotilishga buyursa, u oq shakar olib keladi. Onasi xafa bo'lib tilasa, oq shakarmi yomon emas-ku deydi. Maktabda muallim uningdan o'lka ismini so'rasa, Sanshi deb javob beribdi. O'qituvchi xata, Sanshi emas, Shanshi desa, Sanshi bilan Shanshining cho'ng farqi yo'q. Uncha astoydil bo'lib ketishning nima hojati debdi. U hatto sakraqqa tushib qolgan chog'dimi, hayot odammi odam, o'lgan odammi odam. Cho'ng farqi yo'q. Yomon emas bo'lsa bo'ldi debdi. Yomon emas apandi turmushda osonlik qanoatlanib qoladigan, hamma ishning yomon emas bo'lishini ta'kidlab, davomli olg'a ilgirlashdan, texmi yaxshilashdan voz kechadigan odamlarning xarakterini umumlashtirib bergan. Braziliya ilgari futbolchilikda parlaq natijalarni qo'lga keltirib, yuksak palla yaratgan edi. 2002 yillik Dunyo Lonqisi futbol musobaqasining hal qilinish musobaqasida 0 ga qarshi 2 natija bilan yana bir qatim chempionlikni qo'lga keltirgan edi. Shuningdan keyin Braziliya komandasi o'ziga ziyoda tamanno qo'yib, Yevropaning kuchli komandalaridan o'rganishga sal qaradi. Bizning futbol mahoratimiz yaxshi. Bizni hech kim yengolmaydi deb o'ylab, mashq qilishga, yosh futbolchilarni tarbiyalashga ko'ngil bo'lmadi. 2014 yillik Dunyo Lonqisi futbol musobaqasining yarim hal qilinish musobaqasini Braziliya komandasi bilan Germaniya komandasi o'ynadi. Braziliya komandasi o'ziga qattiq ishongan holda maydonga tushgan chog'da, ularning faqat bir yadrolik a'zosi Neymardan ayrilib qolgandan keyin maydonda amaliyotda amonlik saqlovchi, shahar boshqaruvchi, tozaliq ishchilari qoldi. Ammo Germaniya komandasining a'zolari bo'lsa, bir-biridan qilishmaydigan yosh cho'lponlar edi. Musobaqa boshlandi. Yarim hal qilinish musobaqa oxirlashgan chog'da Braziliya komandasi allburun 5 to'p yeb bo'lgan edi. Keyingi yarim maydonda German yoshlari qilch 100 xatir qilmasdan yana 2 to'p kirgizdi. Oxirda Braziliya komandasi 7 ga qarshi bir natija bilan echinishli holda utiribdi. Musobaqadan keyin Han Chaoshing baho berib, bu maydon bir qirg'inchilikka o'xshab qoldi. Braziliya uchun unutulg'isiz bir kun bo'ldi dedi. Undan keyin Braziliya bilan Gollandiya 3-chilikni tanlashdi. Bu musobaqada Braziliya komandasi 0 ga qarshi 3 natija bilan Gollandiyaga utirib qo'ydi. Bir chaqlardagi futbol podshohligi hala bugunga kelib, boshqa komandalar xohlagancha to'p urib o'ynaydigan bo'zak komandaga aylanib qoldi. Hayot iqimga qarshi mengayotgan qo'lboqqa o'xshaydi. Olg'a ilgirlab turmasangiz, keyniga eqib ketasiz. Mayli qancha kech kunduz tirishgan bo'ling, navoda to'xtab qolsangiz, asli o'rningizga qaytib qolasiz. Hatto mangu qaytib bosh ko'tarilmasligingiz mumkin. Men nihoyatda osonlik samirib ketadigan odamlar tipiga kiraman. Tomoqni boshqalardan ko'p yemagan taqdirdami, navoda chiniqib, o'zimni tomoqdan tatib turmasam, bir qancha kundala bir qancha kilogramm samirib ketaman. Oliy maktabga imtihon bergan chog'da eg'irligim 90 kilogramdan oshadi. Keyin nihoyat zo'r tirishchanlik ko'rsatib, nurg'un jafo tortib, oran deganda o'zimni xil rozi bo'lgudek bir holatga keltirdim. Ammo ozroqla bo'shib qolsam, faqat 10 kun ichida to'pga yal urgandek samirib ketaman. Shunga har vaqt ehtiyot qilib turmasam bo'lmaydi. Men odatda bejini turadigan bo'g'ashqa har holda diqqat qilaman. Ammo uyga qo'ysamla kontrol qila olmayman. Junguliq onalarning nurg'un o'rtaq taraflari bor. Bolasining qursiga ko'ngil bilishmi shu o'rtaqliklarning ichidagi biri. Doim sirtlarda yuradigan bolasi uyga qaytib borgan hamon, "Bolam, yana o'ruqlab ketibsan-ku, sirtda yurib jafo tortib ketgan o'xshaysan, sana obdan tomoqlarni etib beray-a?" deydi-da, siz eng omroq tomoqlarni atkila tursa, onangizning mehribonligi va o'xshagan tomoqlarning ishtihoyingizni g'idiqlish bilan o'zingizni kontrol qila olmay qolasiz.
Bultur çağan mezgilida yurtqa qaytib, har kuni onam etib bergan to'xu go'shi qo'rdiqi degandek tamoqlarni yeb, Beyjingda har kuni chiniqish solig'i berib, ming bir jafoda qo'lga keltirgan natijalarimni yerim oydila yo'q chiqardim. Beyjingga qaytib kelgandan keyin ma'lum bir mahsulotning e'loniga chiqadigan bo'lib qoldim. Ular meni ko'ribla cho'chib ketdi. Ilgari xili o'ruq vaqtimda ancha-muncha girim qilib qo'ysalar, ekranga xili chiroyli chiqardim. Bu qatim girim va suratga ilish texnikasiga xili kuchigan bo'lsa-mu, semizlikim yana chinib qoldi. E'lonni ishlab bo'lgandan keyin suratni bir do'stimga avatib bergan edim. U qilchi yuz xotir qilmasdan: "Voy, bu e'lonni chiqqan odam rostdan senmi? Oldin deb qo'ymagan bo'lsang, hargiz tuniy olmas ekanman. 20 oy ko'rmasamla nimani samirib ketdim?" dedi. Uzoqqa so'zilgan o'riqlash jarayonida shuni tunib yetdimki, navoda to'xtabli qolsangiz, fojiatlik oqibat kelib chiqadi ekan. Ba'zi odamlar o'riqlayman deb bir oy tarxamak, bir oy olma yeb, nurg'un jafo chekidi. Oxirida yanada o'zini tutolmay, Kentakkiga kirib, bir ikki qatim qo'rsoqni chinglab chiqibla, tortgan jafosini yo'q chiqardi. Nurg'un kishilar muvaffaqiyat qozonish yo'lini palampayga o'xshatdi. Mening qarashimcha, muvaffaqiyatga qarab menish palampayga qaraganda, dunga qarab mingan chaqisining diskiga bekarak o'xshaydi. To'xtabli qolsangiz, keyningizga dumalaysiz. Taqqa yamashqanda oldingizga qarasangiz davomli yuqoriga o'rlaysiz. Agar hamisha pastga qarab turib olsangiz, ilgirlashdan to'xtab qilishingiz mumkin. Dunga qarab minganda har bir qadamni shunchalik tasda olasiz. Ammo olg'a mangmoqdan boshqa tolishingiz yo'q. Tosh baqining tovlanishi haqida. Ikkimizning farqi cho'ng. Mening bolaligimda o'yinchoq yo'q. Tabiatning laylatqilari, qurut qo'ng'izlari bor edi. Men faqat kitob o'qibla kallamni orom oldiratdim. Kompyuter, muzika, to'r o'yinlar yo'q edi. Mening ta'tilimda bog'chalar, o'ynaydigan bolalar yo'q edi. Men etizda ishlaydim. Bu parcha bir qanchaning oldida xili g'ulg'ul qo'zg'agan bir yozmadan ilingan edi. Yozmaning mavzusi sen bilan qahva ichkidak bo'lish uchun 18 yil vaqt ketdi. Ko'pchilik hamimiz Toshqon bilan Toshbaqining hikoyasini bilamiz. Toshqon bilan Toshbaqining yugurish musobaqasida Toshbaqa mangu yengilmaydigandek bilindi. Ko'p qism odamlarning taqdiri tug'ilishidanla oshu mismis Toshbaqining taqdiriga o'xshaydi. Yugurishga tamshalgan vaqtimizda boshqalarning oldiburun jiroqlab ketgan qorisini ko'ramiz. Uning ustiga reallikdagi to'shqonlar osonlikcha to'xtab orom olmaydi. Uxlamaydi. Birdam o'ynab olay demaydi. To'xtamay yugurdi. Yana kelib yugurish oyog'ining yaxshisini kiyib olgan. To'liqsiznimi, to'liq o'tirnimi a'lo natija bilan bitkizib, eng yaxshi maktabga o'tdim. O'g'inish bilan to'p tepishni, gitar chalishni tang elib mangan. Nutq so'zlash musobaqalariga qatnashib natija olgan bo'lg'achqa, maktabda xeyli nomim bor edi. O'zimni bek munavvar hisoblaydim. Beijing universitetiga borgandan keyin reallikning tasavvurimdagi dunyoga faqatla o'xshamaydiganligini payqadim. Yotoqdoshlarimning hammasi har qaysi joylarning aliyul a'lolari, a'lochilari, boshqalarning e'tiborliq yaxshi bolalar edi. Sinfga kirib, xohlagan bir o'quvchini so'rasangiz, ya matematika, ya fizika, ya ximiya musobaqalarida oltin medal olganlar bo'lib chiqadi. Tunji soatlik kompyuter darsida darhol kitobni ochib, o'tiladigan mazmunlarga ko'z yugurtdim. Birini bilmaydiganligimni bilganimdan keyin ixlos bilan muallimga tanirdim. Uning oldirmay tushuntirib qo'yishini kutdim. Muallim kitobga mundaqli bir qarab qo'yib, bunchalik narsalarni to'liq o'tirdi o'gitib bo'ladi. Yana so'zlab o'ltirmasaqmi bo'la? dedi. Darhol o'ng so'limga qaradim. Hammasi beshini ningshit qiltiribdi. Amalsiz hayronligimni yig'ishtirib, darsni tushgandan keyin o'rganib olmoqchi bo'ldim. Boshda saboqdoshlarimni bilmay turib, biladigan qiyofat kirib oldi deb o'ylagan edim. Keyin bilsam, ular rostla biladi ekan. Texi oramizdagi biraylan to'liq o'tirdi o'qiyotgan chaqdala xalqaro kompyuter musobaqasida katta mukofotga erishgan bo'lib, muallim so'zlagan narsalarni oldin pishiq o'rganib bo'lgan ekan. 2 oylik ijtihotdan keyin davlat bayrami yetib keldi. Bayramda saq 10 kun orom oldik. Ko'nglimda bu a'losh to'shqonlar qandoqli bo'lmasin orom ola, har holda mendek bir Toshbaqiga dars to'liq oladigan fursat keldi deb o'ylagan edim. 10 kunlik oromning tunji kuni qarsam hech qaysi yotoqdan chiqmay takror qilib turdi. Astag'firullah. Oqshomni qug'u orom ola, hech bo'lmaganda birdan bo'lsa o'ynag'il chiqa deb o'yladim. Ammo ular kechdimi odatkiga o'xshashlar yarim kechigacha o'g'inish qildi. Bakri jilib bo'ldim. Mening tasavvurimdagi oliy maktab turmushi bunday emas edi.
Bundaq ketiverse, keç gündüz uxlamay o'rgansammi, ularga yetishib olishim tez bo'ladi. Oliy maktabning 2-yilligida Beijing Universiteti ingliz tili uyushmasining boshlig'i bo'lish sifatim bilan Amerika Stanford Universitetidan kelgan o'quvchilar vakillarini kutilishga mas'ul bo'ldim. Ularning orasidagi 4-yillikda o'qiydigan Kristin bilan do'st bo'lib qoldim. U 6 xil til biladigan bo'lib, bilgandimi adabiyot, falsafa, tarix to'g'risida cho'nqur fikr almashtirgudek darajada beradi ekan. Texi ta'til mezgilida Kenyaga berib, pidoi o'qituvchi bo'lib dars o'tadi ekan. U ochiq mijozlik, kelishgan yigit edi. O'zini kamtar ekan. Men o'zimcha ingliz tili, xanzu tili, yana ona tilim uyg'ur tilini bilaman deb o'zimga xili tamanno qo'yatdim. Uning ahvolini bilgandan keyin o'zimning hech narsa bilmaydiganligimni his qildim. Nurali Avdizning Şinjan Pan-Texnik nashriyoti nashr qilib tarqatgan 1 yilingizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.